Yashash xarajatlari qanday Angliyaga? Bir oyga nechta xarajat qilasiz? Yashash aka dunyoda eng qimmat shaharlardan bittasi hisoblanadi London. Chunki yaxshi pul topasiz, to'g'ri, rasxod ham shunga yarasha. Masalan, men bitta o'zimga kvartira, yeb ichish, yo'l kira, pul kirani hisoblaydigan bo'lsam, aka $1000 xotirjam rasxod qilaman bitta o'zimga. $1000. Dollarda mingmi yo? Dollarda ming. Endi tushunarli bo'lishi uchun men dollarda gapiryapman, aka. Dollarda aka $1000 xotirjam ishlatib yuboraman. Undan oshgani kelgan uyimga. Yashash oson emas, Yashash oson emas aka, bu yerda oshini. Siz faqat Londonda ishlaganmisiz yo Buyuk Britaniya boshqa shaharlarda? Shotlandiyada ishlaganman aka, ustachilik qilganman. Taxminan 7 oymikin, 8 oy ustachilik qilganmiz. Undan keyin Londonga kelib, shu oshpaz restoranga kirib, shu bo'yi oshpazlik qilyapman taxminan 3 yildan beri. Londonda o'zbeklar deb turib, o'sha guruh ochib olgan. Endi juda ko'pchilik o'sha yerga tashlaydi, misol mana ish kerak yoki ish bor deb ularga ham o'sha yerda fondi ishlar, o'qishlar, hamma bu yerda bo'layotgan yangiliklar, kimlar ketyapti, kimlar kelyapti Londonga, pochtalar va shunaqa kanallar bor. Telegramda o'sha yerga yozishganda men gaplashib, shu orqali kelganman. O'sha yerga yozishadi, ishchi kerak, oshpaz kerak, mana qanday yozadi. To'g'ri kelib qolsangiz telefon qilib gaplashib kelib ishlaysiz. Bular nafaqat oshpazlik, boshqa ishlarni ham, qurilish ishlarni ham. Telegram orqali kelganman men. Kelib mana 3 yildan beri Oshpazlik qilasiz. ha, shu oshpaz restoranda ishlab kelyapman. Endi hamma narsaga buni ham puli qiziqda, qanday soatiga to'laydimi? Qanaqa to'lovlar? Bu yerda endi Angliyada aka sistema shunaqa soatiga pul to'laydi. Taxminan hozir dollarda hisoblasak, hozirgi holatda $16 shunaqa yaqinda ko'tarildi. Narxlar oshdi. $16 bir soatiga $16 to'laydi. 8 soatdan 10 soatgacha ishlaysiz. Kimlardir 12 soat beradigan ishlar ham bor. 10 soat ishlasangiz ham taxminan $150 pul topsa bo'ladi. Endi qaysidir ishlar bor, u ko'proq qurilishlarda bor. Qurilishlar misol kuniga ertaman 8 dan 4 gacha ishlaysiz aka, £120 beradi. Подсобный bo'lib kirsangiz agar 8 soat £120 bu degani taxminan $150 pul topsa bo'ladi. Подсобный bo'lib turibman. Agar qo'lingizda hunaringiz bo'lib, qo'lingizdan nimadir kelishini ko'rsatib beradigan bo'lsangiz, £150 beradi. Bu degani $200 pul topasiz. Hunarli odam yaxshi pul topadi bu yerda, bilasizmi? Mana shunaqa bizniki ham shunaqa soatiga taxminan $15 dan kunda 10 soat ishlaymiz. Haftada bir kunda kimlargadir 2 kunda ham haftada dam olgan kunda shunaqa tabiatga chiqib, aylanib. Uylar narxlari qanaqa? Narxlar sotib olsa bo'ladimi? Sotib olish juda ham qiyin. Masalan, siz pulingiz bo'lsa ham aka, kimlardir o'ylash mumkin-da, bu yerga kelmagan odam, puling bo'lsa, masalan, Turkiyaga $500,000 investor qilsang yo bitta uy olsang, dokument berar ekan, pasport berar ekan degan gaplar bor. Bu yerda unaqa narsa yo'q. Necha pulingiz bo'lsa ham uyni sotib ola olmaysiz. Siz agar shu pulni keltirib berishingiz kerak. Men masalan aytishingiz mumkin, dehqonchilikdan chiqib boshlaganman, keyin rivojlantirib yordim, keyin fura sotishni boshladim, keyin kompaniya qildim, boshqa qildim deysiz-ku misol. Shunaqa qilib pul to'plaganman, mana $1 million pulim bor, men mana 2 xonali uyda olmoqchiman desangiz, shu $1 million pulni qayerdan kelganini isbotlab berasiz. Boshida nima qilib boshlagansan, kartoshka sotganmisan, shundan keltir deydi. O'sha yerdan keltirib chiqishingiz kerak. Topib pulingiz bo'lsa ola olmaysiz, bo'lmasa mashinangiz bo'lsa shunday borib ola olmaysiz, keltirib berishingiz kerak pulingizni. Bo'lmasa haligi maqol to'g'ri kelmas ekanda, Britaniyada nima deydi? Puling bo'lsa xaltada, dam olasan yaltada deydi. Bu maqol Angliya uchun emas ekanda. Puli bo'lsa changalda sho'rva deydi. Yo'q, ta'lim tizimlari yaxshi bu yerda aka. Ta'lim tizimini bir nechta plyus tomonlari bor aka. Endi odamlarda xotirjam yashashligini ko'rib, prosta hayron qolasiz. Mana ko'ryapsiz, ko'chada mana o'zingiz ko'ryapsiz. Bir nechtasi aylanib mana piknik qilib dam olib yuribdi. Nimaga bular xotirjam? Deysiz, aka bularchi
men juda kuzatganman-da, bular xotirjam yashaydi-yu mana. Bo'lsam kredit hammasi hayoti. Nimaga xotirjam? Nimaga kasal bo'lmaydi biz singari, odamlar singari? Nimaga aptekalarga o'chib turmaydi misol, nimaga stress emas, nimaga masalan biz ana internetlarda ko'ryapsiz, bir-birini pichoqlagan, bir-birini o'ldirgan, bir-birini otgan, bir-birini behurmat qilgan, imенно shu o'zbek nimasini ko'rasiz. O'zbekistonda bo'layotgan ishlar. Bu yerda unaqa narsa yo'q-da aka. Nimaga deb o'ylasangiz? Xotirjamlik. Bular hayotida oshiqcha narsaga urg'u bermaydi. Biz singari falonchi masalan to'qigan ekan, manaqa mebel qilib, pistonchi artist artistni patologiyani attachenta qil, misol noni trivinting qil, misoliga devorlaringni manaqa parda qilish kerak, pistonchi qizini chiqargan ekan, manaqa mebel qilib beribdi, manaqa televizor beribdi deydi-yu, bunaqa narsalar yo'qda bularda aka. Bu oshiqcha-yu, uni birov davlat chiqarib qo'ymaganda u narsalar to'g'risi mana shunaqa qilmasanglar iloji yo'q demagan, yo ahli ilmlar qilib qo'ymagan, odamlar o'zi chiqargan narsa bu aka. Buni qilmasa ham bo'laveradi o'zi aslida. O'zi aslida qilmasa bo'laveradigan narsa. Lekin biznikilar o'zlariga o'zlari sanzat qilib olganda bu narsani tushunasiz, qilmasa iloji yo'q degan odamlar nima? Biz odamlar bilan, odamlarning gapi bilan yashaymiz, bilasizmi? Har bitta narsa, manaqa mashina, ha sen deydi, bitta deydi, Malibuga puling bo'lsa deydi. Matizming olasan deydi. Odamlar nima deydi? Qarang, qandan kelib chiqadi. Biznikilar odamlar uchun yashaydi. Odamlar nima deydi? Hamma anaqa. Bu dasturxonni chiroyliroq qil deydi. Odamlar nima deb o'ylaydi? Bularda aka inglizlar nechtasini gaplashganmiz? Sizni ustingizga kiyib olgan kiyimingiz qanaqa brend, krossovkangiz qanaqa brend, minib olgan qanaqa brend, mashinangiz qanaqa uyda turasiz? Bu option qizig'i yo'q. Sizni og'zingizdan chiqayotgan gapga qaraydi bular. Og'zingizdan qanaqa gap chiqadi? Insonmisiz, odammisiz, odam emasmisiz? Muomalangizga chiroylimi? Bo'ldi, qizig'i yo'q. U qaysi o'rinda bo'lishidan qat'iy nazar, u hokimiyatda ishlaydimi, u qanaqadir mansabdor odammi, yo qanaqadir milliardermi, qizig'i yo'qda bularga. Tushunchani ko'ryapsizmi aka? Odamlar gap bilan yashamaydi bular. Bular hozirgi kuni bilan yashaydi. Biz o'zimiz noto'g'ri narsalarni o'zimiz hayotimizga, turmush tarziga kirgizib olganimiz uchun qiylanib yuribmiz aka. Ha nimaga ota-bobolarimiz 40 yil orqaga qaytdik? Nimaga bo'lmagan qiyinchilik? Nimaga bir xilda bo'lgan hamma uy? Nimaga palonchi qilibdi qilmasak bo'lmaydi degan gap bo'lmaganda, eslasak ashi mahallada bitta guzarda temir stol olgan, hamma to'y qilsa ashni olib chiqib degan qo'ygan, to'g'rimi? Shunaqa edi. To'g'rimi aka? Bir xilda dasturxon solingan, bir xilda hamma birodar qilmagan. U paytdagi tushuncha boshqa bo'lganda. U paytda tushuncha boshqa. Hozir g'arbga qarab ket, boshqa qarab ket, tushunchalar noto'g'ri, qilmasam bo'lmaydi, luxury hayot. Hali blogerlardan o'rnak olyapti. Hozirgi o'sib kelayotgan yoshlar. Chunki bularda shuning uchun aka apteka misol deyarli ko'p bo'lsa, apteka ko'rsangiz ham xotirjam, o'chirt yo'q. Bizda har kuni apteka qilib qatorasiga apteka bitta ko'cha, to'g'rimi? Aytganingiz